Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sonali separator ishlatadigan akalar, biznes vakillari. Hozir bizga mana shu separator ovozi juda kuchli, balansirovka qaltirab ketyapti, yurib ketyapti, ishlatishda iloji bo'lmayapti deb olib kelib berishdi. Hozir buni ligrovkalarini qilishni boshladik. Xudo xolisa, balansirovka holatlarini ham ko'rsatamiz, ishlashlarini ko'rsatib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Eng zo'ri, eng sifatlisi bizda. Mana tayyor bo'ldi, yoqyapmiz. Ovozlari yo'qligiga baho beraverasizlar. Chakki bo'ldi. Shu joyda eslatma qilib o'tamiz, buni borit bilan qirab qotirilmaydi. Ta'minlab qo'yish, bo'sh holatda qotirilsa, o'shanda amortizatorlar joyiga turadi. Shart ishlaydi. Ana bir tonali separator borda qirab qotirib yuborilmaydi borit. Buni suv bilan tekshiramiz. Suv bilan tekshiryapmiz. Hech qanday suv oqishlari yo'q. Shotga ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga murojaat qilib, o'zlaring separatorni chiroyli qilib ishlatib olsangiz bo'laveradi.